Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozir men sizga bitta narsa to'g'risida gapirib bermoqchiman. Abdullo, senga savol. Dejavu nima? Dejavu? Sevgimi? Dejavu bu mana hozir turgan narsamizdan sen miyangga tepib qoladi. Ha, men bu turishimizdan tushimda ko'rganman deysan-ku. Ha. Ana shu narsa dejavu deyiladi. Endi savol, bu narsa qanaqasiga sodir bo'ladi? Tushingda ko'rasan, ikki hayot sodir bo'ladi. Tushingda ko'rmagan bo'lsa-chi balki. Unda xayolingda o'tkazgan bo'lasan. Qanday aytadi, ana kinolarda oldingi hayotimda shunaqa bo'lgan yo'q. Endi men sizga bu dejavu qanaqa sodir bo'lishini istoriyada qisqa tushuntirib beraman. Xullas qaranglar, siz ko'rayotgan narsangizni har bitta soniyasini miyangiz xotiraga joylab boradi. Ya'ni xotiralarning polkasi bor, shunaqa tasavvur qilaylik-da. Qanaqadir joyda bu narsa zboy beradi, ya'ni ishdan chiqadi. Ozgina pamp berib qoladigan holatda o'sha narsa miyangiz mana shu ko'rib turgan soniyangizdagi xotirani hozirgi ko'rgan vaqtingizdagi polkaga joylamaydi-da. Qanaqadir bir oy yoki bir hafta oldingi polkaga adashib joylab qo'yadi va siz xuddi shu narsani joyda ko'rasiz, voy men buni ko'rasiz, voy men bu narsani oldin ko'rganman degan hissiyot sizda uyg'onadi. Shu narsa dejavu deyiladi. Bu qanaqadir aniq isbotlangan narsa emas, lekin meni tushunishim bo'yicha bu eng to'g'ri taxmin deb o'ylayman. Ya'ni ko'rgan narsangizni miyangiz adashib eski polkaga joylab qo'yadi va siz buni oldin ko'rganman deb o'ylaysiz, lekin bu shunchaki miyangiz ishlash xatosi bo'lib qoladi. Endi kimda ko'p dejavular sodir bo'lgan bo'lsa, miyasi ko'p ishdan chiqargan bo'lishi mumkin. Xullas siz yana bitta ma'lumot haqida bilasiz. Bugun yana gaplashamiz.